Barchalarga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Nefus Barka. Xo'sh do'stlar, bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda diviziondagi nomer 1 reytingdagi odamni, masalan, Sapernikni o'shani taktikasini sinab o'tamiz akalar. Vashchi dahshat ekan. Bitta o'yin o'ynab ko'rdim. Tak, hozir buni sinab o'tib ketamiz. Nima qilamiz deydigan bo'lsang, divizionni match o'tkazamiz akalar. Tak, bo'lmasam boshladik akalar. İkinci divizyonga chiqib qo'ydim, endi bu ikki bo'lmaydi-da, vashsha bo'lmaydi. Tak, 1500 reyting, 1574 reyting. Buni ikkita yutqazib tashlaganmiz va buni miya bor, vashsha yutqazish uchun moyil-da. Qarach ketdi akalar. Tak, hozir ko'ramiz, zapiski topdimi, ketopti. Tak, endi odam qidirishini kutamiz va o'sha joydan boshlanadi ekan. Duet. Raqib, qondaysan, akkaunt ko'rsanmi? Nomer 1 reytingdagi taktika garoji. Shunaqa. Tak, hozir bitta mana buni nebespa ko'yib qilamiz, shupillatamiz. Qaranglar, okalar. Arsenalda adashib olib qo'yibman. Tak, men o'zi M3man, mana ko'rasizlar, ikkita APS qo'yar ekansizlar, AMF va bitta SS qo'yasizlar va ikkita hujumchi qo'yasizlar. O'shanda dahshat ketadi. Tak, qaranglar. Bunisiga, Zashtaga bitta offensiv, bitta defensiv fullback. O'rtaga esa Bultop bilan razrушитель qo'yaverasizlar. Endi varatani o'zlari xohishinglar yo'q. Atak ishi farqi yo'q. Tak, men raqib komandasi, raqibim pashti shu taktikada o'ynaydi. Endi Duay qarchi matchga. Oppanya boshlanyapti. Ikkita varatolasi ekan, qarchi, jamoa sardorlari. Tak, hozir ko'ramiz. Bitta albatta yutishga harakat qilaman. Endi bu yutolmasak ham endi bilmadim, endi bu xudodan yo'q akalar. Bismillah deb o'yinni boshlaymiz. Mana qaranglar akalar, o'zi 5 ta hujumchi bo'lib ketganday tuyuladi. Sizlarga mana bu yerda ko'ryapsizlar, mana o'zi shaqillatiyurimiz. Hey, ana. O'zi raqib negadir bilmayman nimaga unaqa qilyapti bu raqib. Bizdan o'tibdimi? Bizdan tegib ketdi aytmoqchi. Tegib ketdi. Voy, bu tarafga. Nima qildi? Udarotdim. Bu yoqqa qaytaramiz sekin. Bu tarafga, bu yoqqa. Ana. Tak, divizion reytingini ko'rdim akalar. Birinchi o'rinda reytingga qarasam, shunaqa 4-3 sxemada o'ynayapti ekan. Patkat, mana chiqarishning birinchi usuli akalar. Patkat bosmanglar hech qachon, bu tarafga qarab bosinglar, u tarafga qarab tashlaydi. Shuni ham bilib qo'yinglar. Tak, mana hozir bitta gol chichivardik. Golni chichivardik-ku deyotgan masalan, to'ppa-to'p chichivardik akalar. Tak, endi bu tarafda hozir comeback. Pastda ham chichivaryapsan sen? Bu yoqqa. Hoppa, lekin qaytarish, ana qara. Chichivardi, endi maqtayotdim men sossini. Bu yoqqa. O'la. Hozir yaxshi o'ynab turadi-yu bular, mana zapis ketayotganda chichivaradi, negadir bilmayman nega unaqa bo'lib qoladi bular. Yaxshi. Bo'l. Rosa sekinmi akalar? Hozir yaxshi o'ynab turadi bular. Ololmasini qara. Ol. Ha, endi oldim. Tak, bu tarafga. Kala. Messi. Chichiryapti ular, nima qilyapsanlar? Mana hujumni eti boshlanmoqda akalar. Mana Messiga bitta pastlashimizda tarafdan aylantirib, mana shunday shaqillatamiz, mana bir bo'ladi akalar. Ko'rasizlar, qarshi hujumda keyin taktika ushlashlarda zo'r, lekin Zashta uncha emas. Zashta vashcha bo'lmaydi uncha. Hozircha bu taktika Zashta uncha emas. Lekin niyam bor. Ikkita defensiv fullback bilan masala hal ekanda bitta. Bo'l, yaxshi. Akalar, juda ham lag bo'lyapti. Lag vashchi. Tepaga, mana unga bitta pas, yo'q bana Bobomurod ketdi. Agar mana shunimiz tez bo'lganda, yorib yuborardik, bor, yeta olmasdi hech kim. O'rkon ko'kchu. Yo'q, hey, qaytar. Yaxshi. Tarafga bo'l. Nima qilyapsan, ukam? Qaytar. Qaytar desam qaytardimi?
O'ziga yaxshi Messi. Messidan pas va zarba Shevchenko 2-1 akalar. Yoramiz men aka. Efos Power obuna bo'lib qo'yinglar va like bosib qo'yinglar akalar. Shaqillatib yuboramiz bu yerda. Tak. Duvoy, qaytar. Qaytar, shoshilmay o'ynaydigan raqib ekan, yaxshi ekan. Biz shoshilyapmiz lekin. Opana Ferdinand. Musiala. Yana o'shanaqa tartibda hujum ketyapti akalar. Hujumda shaqillatishga yana harakat qilamiz va 3-golni uramiz. 3-gol, 3. Bo'ladi. Chotki. Hozircha juda ham zo'r. Like bosib qo'yinglar. Tak, turamizda bu baloni. Tak, bu tarafga qaytaramizda. Hop, Joelinton. Yaxshi, Ferdinand, yaxshi. Opanya bu tarafga. Yo. Chichardingiz deyapsizlar, to'g'ri, chichardim akalar. Tak. Hoppa. Raqib ham chichardi deyapsizlar. Raqib ham chicharyapti. Tak. 3-1 tashladikmi? Taktika ishlayapti. Lag bo'lsa ham ishlayapti akalar, taktika. Vashshi. Tarafga. Birinchi taym o'z nihoyasiga yetdi. Buxoro degan sapernikni biz 3-1 ga yutmoqdamiz hozircha. 47% Vladeniya o'zimiz qila olmaganimiz uchun Vladeniya bo'lib qoldik. Shunaqa akalar. Ikkinchi taymda hozir Vladeniyani ham, hamma narsani ham to'g'rilashga harakat qilaymiz. Duvoy boshlaydi raqibi. Yoraman hozir men. Nima deyapsan? Voy. Mana buni qaranglar, raqib boshladi raqib. Yaxshi, o'yin zo'r ketyapti, gap yo'q. Tak, hozir Messi boshlab beradi. Kichkintoy, davay, o'ziga qaytaramiz. Ochiq ekan chunki. Ochiq eding-ku, qanday qilib yopilib qolish mumkin ochiq joydan, tarafga, tepaga. Yana bitta Messi, muncha kaltamsan? Tez yursan-ku, tez. Qaytar, voy, uchib ketdi ana qarab. Azar uchirib yuboryapti uni. Chiqoq. Davay Messi. O'ziga. Ya, bo'lmayapti deyapsizlar, bo'lmayapti lekin to'g'ri. Bo'lmayapti. Lekin hujum juda ham zo'r ekan, hujum menga yoqyapti. Hujumchilar yoqyapti. Keyin mana Messini paslari chichib yuboryapti. Keyin mana bu yerdan qaranglar. Vapshi antenasi yo'q ekan raqib. Bizga ham yo'q ekan. Oy. Yaxshi. Bo'ladi. Achiz. Voy, Toni, nima qilyapsan? Voy, endi Toni. Kanavaram qo'ymadingmi do'stlar? Kaltada akalar, kaltalik uchun qo'ymayapman-da. Tak. Davay. Toni! Yaxshi. Uzoqdan chaqirsanglar yaxshi o'ynar ekan. Toni. O'ziga yugur endi o'zing yaxshi. Chalib tashadi. Biz esa shtraf ishladik. Men bitta panetni bosib o'ramiz, zaryad qolmabdi akalar. Tak. Shunaqa qilib akalar, bitta like-chani ham, obunani ham bosib qo'yinglar. Ko'rdinglar, mintani ham inshaalloh qo'ydik endi. Sizlar bo'lmasalaring men nima qilardim? Mana bu yerda hozir taktikani qilyapti raqib, endi raqib nima qilyapti? Yo'q, buni Toni bor ekan, Toni sariq olibdi. Bizdagi Toni esa chichib yuryapti. Xo'p. Nima hap deydigan bo'lsalaring, to'g'ri, lekin nimaga xo'p? Kanavaroda xo'p. Kanavaron tushirib qo'ydik akalar. Kanavaro endi ana shunaqa va ana shunaqa. Hoppa, davay. Kim tepadi bu yerda? Tepa ochiq ekan. Kafu. Tepadan shiqillat dedim. Mana jinni o'tib qo'y. Ahmoq. Qaytar, yaxshi. Past o'tqiz, yaxshi. Yo'q buni, davay. Hoppa. Olmadi ya. Yaxshi olib qo'ydi. Orqaga, o'ziga, bu tarafga Neymar.
Va Shevchenko! Qanaqa taktikalar bo'lib ketyapti akalar, вообще. Yo'bana bobom ro. Obbo meni. Davay. Davay, raqib lekin anaqa shoshilmay o'ynar ekan. Yaxshi, taraf. Yaxshi, davay. Mana qaytarib ket. Rauldanmi? Messiga pas, Messi, Ankara, Pepsi, Messi. Yo'q, o'tchirdik. Opa, qaytar. Nima qilyapsan? Ey, bizda antena yaxshi bo'lmas ekan va biz bu yerda to'g'ri harakat qila olmaymiz. Bizda esa yaxshi. Tepaga chalg'imaymiz akalar. Chalg'imang deyapsizlar, to'g'ri chalg'imash kerak. Opa. Yaxshi. O'ziga qaytar tez. Gol! Chiqaryapti akalar. Yaxshi mana uni. Zo'r. O'yin 4-2 hisobida yakunlandi akalar. Ko'rdinglar, mana dahshatli o'yinlar bo'ldi. Taktikani keladigan bo'lsak, menga vashshe juda yoqdi. Vashshe juda отличный Pro Max darajada yoqib ketdi akalar. Shuning uchun videoga bitta like bosib qo'yasizlar va obunani ham bosib qo'yasizlar. Sizlar bilan har doimgidek Fus Power kanali bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin do'stlar. Katta rahmat akalar.